Bugün acayip yaxşı gün bopda. Ey Baro, tura. Shundoq. Tush ko'rgandakli ish bo'ldi. Birdamdila yurtimizga kelib qoldik desa. Albatta, sehrgarlik amaliyotini olib ketadi. Ey Baro, senda paqa Simbadan ayrılığımızga qancha uzun bo'lgandi? Men de paqayimsa, to'yimiz bo'yicha aytganda texe tunugilla billi to'q. Mening bak bilgim bor. Simbala yana yenib kelarmi? Ularning nadligini Daraxt podshoyi cho'qim biladi. Simbani men sevgindim. Ko'pchilik diqqat. Xo'sh xabar. Simba bilan birga ketgan do'stlardan Karil, Baro, Bakirala qaytib keldi. Yana bir yangi do'stmi keldi. Ularni eng samimiy qizg'inligimiz bilan qarshi olayli. Biroq esinglarda bo'lsin, ularni hayron qoldirib o'tayli. Shunisi, ular yuyinmig'ili uzun bo'lganda qiladi. Men ularni ajab ko'rmadim-ku, Karl, Baro, Bakiralaga kim xabar qiladi? Hozircha xabar qilmaymiz. Nomer tizimligi texi bekitilmadi. Yana boshqa tayyorligimiz bor. Ularga obdan qiza tayyorlayli. To'g'ri. Qarshi elish murosimining qizg'in bo'lishi uchun qanday qiza tayyorlashni men bekitay. Qanday qilamiz? Doktor Adinara, texmi qizig'i bor. Orkestr o'rlash vaqti ne demoqchimisan? Ay Baro, do'stlar bilan yuz ko'rishgan vaqt bo'lib qoldi-ku deymi? Shu, tezroq yuz ko'rsak bo'ladi. Bu jo'ynimi? To'xta! Huquqsiz! Haddimdan ishib ketdim. Ularni ketganda hapsini adviyani bermaydigan bo'lsam. To'xta, chiqib bu yoqqa. Nima qilay deysiz? Voy, nima ish bo'lgandi? Nima ish bo'ladi? Uning adivini berma. Unda qilmam. Chechilmang Qaplan xonim. Ish bo'lgani yo'q-ku, Meni behab qilyapti. Xapman, gap bo'lsa oldirmaydan.
Ular öydeki nerslerini köydürüp etipti. Bu avu nur çıkardıgan cuvaynimakni işi olmamdı. Çata koptu. Şundaqdı mı, onu cuvaynimek desiniz bombaydı da. Onun ismi Çakmak, benim oğlum. Ha? Onu bundaq tillamasanız gerek idi. O degan qahraman, Qapla xanım. Onun yardımı bilen Simba Şahinşah bo'lgan. Tushundingizmi? O egiz bo'g'ini bilan texi kichik bala. Kichik bala bo'lsin bo'pti. Eski chiqqandan keyin jazolanish kerak. Kichik vaqtda Simba mı shundaqdi? Gapingiz to'g'ri. Biroq u bizga o'xshamaydi. U qadimgi zamondan kelgan. Shundaqmi? Undaq bo'lsa uni obdan tarbiyalang. O'zingizmi yaxshi ulgu bo'ling. Bundaq ish yerni yuzbas kechirmayman. Bo'lmang. Yo'q, hech yo'q, Bu yerga asta kulib qolsa, bunda o'yna. Qaraganda kallı işitib, onunğa boshqalar bilan chiqishib o'tishni o'rgatsam bo'g'idek. Onunğa yordam qilaylik. Uni Simbani tarbiyalagandek tarbiyalaylik. Qara onunğa olim qilyapti-da. Ben esravatman. Tanbulayın günahlarmı o, Çataq yo'q. Şunisi o nimi yerdikken, bu yerda o yigidek neyim bağdı? Taptım, toxta, bu yoq gel. Çöndün mü, Bana bize. Nega bo'g'dinglar? Onu demeli, Ey, Baro, nemişti? Yoshirib ketganini qara. O'rmonga borsanglar, taqas olinglar jumi. Qasam bermanki, dunyodagi eng tortiq narsa shu. Yo'q, bu yerda emas, yana mangimiz texi. Bilib qo'y, dunyodagi eng asil asalni ko'l bo'yida yashadigan asallarni chiqirdi. Ko'l bo'yining tuprog'i bo'sh, kun nuri to'liq, har xil gullar echilib turg'ashqa, o'sha gullarning changini suyuqlantirib, undan asal chiqirdi. Voy, to'xta, tushundim. Gulchangning nimaligini bilmaysan rost. Qara, mavranlik changlarni ko'rdingmi, Gulchang degan mushu, asallarlari mush changlarni yig'ib, undan asal chiqirdi. Yo'q, u asal emas. Gulchanglar pishqlansa, ajoyib sof, shirinlik, tatliq bo'ladi. Odamlar uni asal deydi. Ballarım, nima qilyapsizlar? Astroq, kapsizlik qilmanglar. Uning uxlayotganini ko'mdinglarmi, Qara, bu bek chiroyliqchi. Kim o? Bir xanim kelgan, sizni ko'rib xush bo'ldim. Siz bilasiz, Karl, sizni ko'rib menmi xush bo'ldim. Faqat o'ylamabdikanman, yana ishga o'g'illik bo'psiz, Ola, kenji ballarım. Bu yılan paçayı Karl, o sin balaga amra bo'lib, Zeri Mazaro teg'i etigidagi kang yaylaq ketgan. Sizlar chiqchan qildinglarmi? Shundoq bakchikchan qildik. Simba bek yomonmi? To'g'ri, Simba bek yomon. Simba, Bimbo, Cherchi ham ikki chashqanni bek ko'gim keldi. Ular obdan turayotgandi. Obdan turibdi. Cherchi bilan ikki chashqan Simbaning yenida qoldi. Bimbo quyuq o'rmonga ketdi. Uning ahvolidan xabarsizman. Simba tog' yetkilandi. Men uning tog' yetkiginini ko'rib baxmadim. Tosh yetkiginini ko'rgan. Simbaning tog' yetkiginini hech kim ko'rgani yo'q. Simba tog' yetkilaydi deb sen degan-ku. Lekin Simbaning tog' yetkiginini o'z ko'zi bilan ko'rdim demagan-ku. Simba bek kichikdi,
Doğru, o bek güçlük. Çünkü o obdan çiniqib bizning tarbiyamizni qabul qilgan. Opanglar onu bek chin tutatdi. Simbadek batır boğunlar bolsa kep anlaşınlar gerek. Endi biz əzələrini gülçəmini yığıb o yerdə uçub keçini saxlı boludu. Biz şu məsəldə balayımız çapsa yürüsün valaylı. Oldu bana bu kadar bu tıkazını mes. Avaz çıkama. Kim dur? Bana. Acaba ulan nerede vardı Hando? Çok yaxşı iş var. Çakma, kile, sen aldırdın bana. Bana. Karel, ulanı köydün mü? Yetip sen ko birader. Uxlavatamsın ime, ha? Bek titip bulavatım ben. Baro bilen çakmak ne ketkendi o? Yenedi kim bağdı o? Nime kılıvatkandı o? Keçirgin ulanın ne ketkenini bilmeydik emme. Ulanı tapmısan bulmaydı o. Ula ben xatar içidi kaldı. Karı Kaplan hanımның öydik işini tek bahile bir taraf kıp buldum. Nimdeyse? Ben bek bir hastalık kıptı ben. Rastıllah esimden çıkırıp koyuptu ben. Çakmak çıkıralaydıqanlık esimde yok. Onun çakmak nuru orman için xatarlik. Dikkat kılmasa ormanga ot ketidi o. Əmisi qandaq qılımız? Onu qoğulversak bo'lmaz. O tıxı kichik tursa. Onda qılmayman. Onun kichikligini bilaman. Onunğa chaqmaq nurning o'rmon uchun xatarli ekanligini tushuntirib qo'yaylik. Qandaq? Geping joyida, ularni topayli, tez bo'l. Sen diyen bana. Sen nereden kelgan o'g'ri? Aslimizni o'g'irliq o'tiribsan-ku. Advangni bir bermasak sening chapsan kelinglar. Bir aslimizni o'g'irlabdi. Tez chapsan kelinglar. Boş yatak! Kaç aynı! Çakma! Tez bu! Kaç aynı!
Ula bu yerdi gel. Ma işte. Ula avarçılık yok da. Biz bir günah aşık koymaganımız ha? Sizlarni ko'rib ben hoş buldum. Biroq chaqmoq savutliq mono shaytonni nereden tep keldinglar? O'g'ri ekan bu. Onunğa undaq öşlük qilma. O degan kichik dinozavr. Bu mesele amraq mikan? Amroq bo'lgandim ajoyib ekan. Agar to'simisak, emgak meyimizning hammasini yeb bo'g'adik. Yana u chaqmoq nuri bilan u ishimizni yo'qotdi. Endi biz o'rmon komitetiga arz qilib, uni bu yerdan qo'g'lab etamiz. Ha, to'xtab tush. Endi chataq bo'ldi. Hey Baro, qara. Chaqmoq sen nimalarni o'rgatding, ha? Men Baro. Chaqmoq yo asal yeguvchi jonivor bo'lmasa, onunğa nima deb asal yeyishni o'rgatding? Tayyorlig'inglar bitdimi? Doktor Adinaro Baro bilan chaqmoq savutliq bir shayton yana aslimizni o'g'irlabdi. Rasma? Biz ularga teng kelamidik. U aniq chiqargan o'g'rimizni aylantiribdi. Aldırmay tur. Sen davatgan chaqmoq savutliq shayton ibtidoiy o'rmondan kelgan dinozavr. U hasal yeydigan jonivor emas. Qara, u bek egizgina. ular bizni qarşımadığa o'xshaydi. Sizlar xato tushunib qapsizlar. Bu severlik mende. Çakmak bilan alakası yok. Hasal o'g'irlagan men. Hasal erleri meni jazolisi bo'ladi. Biroq chaqmoq bilan meni qo'g'lab etmanglar. Chaqmoq, men seni üzgülemayman. Seni azdırgan men. Bizi gapirishmanglar bo'lamdi. Qarag'anda men bularga yordam qilmasam bo'lmagandak. To'g'ri, chaqmoq, ko'nglingni yerim qilma. Chaqmoq, seni baloga tiqqan men. Hasal erlerining oldiga o'zim berib jazosini qabul qilaman. Bu neymiş endi? Bugün hasiyetli gün tursa neymiş hamala salbip ketdi ola. Mening ama mas'uliyatim bor. Chaqmoqqa baldiroq tarbiya bergan bo'lsam, u xatolashmaydi. Mening ama mas'uliyatim bor. Onun kichik bola ekanligini faqat esda tutolmadim qota. Shuni demamsa, men butunlay unutib ketibdimman. Biz onun için ben o'sha yerda masala bo'ldi emasmi? Chaqmoq, qonunni buzma. Ular meni jazolasin. Bundan keyin meni do'rab eski ish qilma, ha? Buni esingda chiv tut bo'lamdi. Mingla, chapsa bo'linglar. Men o'ylayapman, meni qanday jazolaydigandi. Cho'ng ish yo'qdi. Buningdan obdan saboq ol. Oy, zodi nima ish bo'lgandi? Bu darajaga yetmaganda. Üstünden arz qilaman. O'rmon qonuniga asosan Sen emgak so'ymaydigan oshko'z nima ekansan? xatolig'ini tuzatmading. Qahramonimizni qarshilaydi. Qaytib kelganinglarni qarshilaymiz. Chaqmoq, bizni qarshapti. Biz qahramonkanmiz. Qanday ahvolinglar do'stlarim? Bu narsalarni o'rmondagi do'stlaringlar sizlarga alohida tayyorlagan. Bu hasallarlar tayyorlagan eng esil hasal. Baro, chaqmoq sizlar tatinmay to'yg'ichi yanglar. Bu sizlarning nisibanglar.
maksat shu oldu. Endi hasal o'g'irlaydigan ishni qilmanglar. Do'stlarimizdan bundaq kutib olishni o'ylamoqdik. Amaliyotda sizlarni biz intayin sig'ingan edik. Chaqmoq, biz sening ajoyib botir ekanligingni burilib bilgan qarshi olamiz. Ular seni öp kalıdı, hem yaktırdı da buruna etken koysana. Qandaq kipim rasmi ekan. Bo'ldi, endi ko'ngli shishig'ini boshlandi. Baro hasalga g'iq to'ydigan bo'ldi. Gel ha çakmak. Sen obdan bir tet bak. Bırak sen hasal xor emas. Qandaq. Tatlı iken, ha? Seni aldım aynen. Bu pek faydalı. Onun kuyrug'ida chatoq yo'qdi. Ha? Çıkmak, nur çıkamaz ha? Ben sana amırak dostum. Ben sana amrak dostum. Çıkmak, sen gap kıldın. Çakmak gap kıldı. Qarg'anda bu bir mo'jiza bo'ldi. Ibtidoiy o'rmondagi dinozavrning orimizga kelib zumon surgini turmushi qanday bo'ladi deydi. Qani, huzur o'ynanglar. Musiqa chilinsin. Çakmak, senin kelginingni qarshi olaman. Biz bilan birga xo'shal-xo'ram yashag'aysan. Xo'shal-xo'ram yashash, xo'shal-xo'ram yashash, xo'shal-xo'ram Çakmak yashash. sana tıl çıktı. Çakmak, ben hoş oldum. Gel kulağına. Çakmak, rastlı hoş oldum. Ben rastlı hoş oldum. Sen mening eng sodiq do'stim. Bu haqiqatan mo'jizaga to'lgan kechi bo'ldi. Shundoq qilib, ibtidoiy o'rmondan kelgan kichik dinozavr oxir Baro'ga agishib kelib, o'z vaqtida Sinbay o'sib yetilgan yerda makallashdi. Endi boshqa jonivorlar qandoq bo'ladi? Buni keyingi qismdan ko'ringlar.